Navbahorni mavsumning o'rtasida yaxshi sport formasida, yaxshi statistika qayd etayotgan holatingizda tark etdingiz. Umuman kutilmagan voqelik bo'ldi mana shu narsa. Keling mana shu narsani asosiy sababini, boshlanish nuqtasi, qayerdan boshlandi bu narsa, qayerda kuchaydi bu narsa, qayerda nuqta bo'ldiki, siz bo'ldi, tark etaman Navbahorni degan narsaga keldingiz. O'sha narsa bo'yicha tushuntirib bersangiz, Navbahorni tark etishingizni. Navbahorga keladigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz, Navbahorda yaxshi mavsumda o'tkazyapti edim. Endi shunaqa ishlar bo'ldi yo'qdi. Trener bilan uncha chiqish qiyinlashib qoldi, chunki e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p zaminga oborishlar bo'lib qoldi menda. U keyin endi men shunaqa tushundim, hali ko'proq meni erta o'ynashimni xohlab turganlar, masalan, Otabek aka ko'p xohlab turganda bo'lib qoldi trenerga nisbatan. Chunki Otabek aka hali qanaqa o'ynashimni biladi. Trener qanaqadir hali ishonch bildirgandek qilmayapti edi. Keyin o'sha chempionat tugadi, oxirgi o'yin Paxtakor bilan bo'ldi. Paxtakor bilan o'yinni yutkizdik. Lekin yaxshi o'ynab yutkazdik. O'sha o'yindan keyin men bilan Jiyanovga ko'p aybladi, bizga to'ngab qo'ydi men bilan Jiyanovga. Lekin o'yinda men bilan Jiyanov o'zi zo'r o'ynab turadi ko'proq. Endi shunaqa gaplar bo'ldi, keyin o'rtada 3-4 kun pauzalar bo'ldi. Chempionat tugadi. Keyin men shunaqa gap eshitdim. Işte Navbahorga Braziliyadan kimdir kelyapti dedi. Keyin aytibdi, agar Alisher Odilovga qanaqadir taklif chiqqan bo'lsa, ketaversin degan gapni eshitib qoldim keyin. Ya'ni endi trener shunday desa, любой futbolchi o'ynagisi kelmaydi ekan u komandada. Keyin bo'ldi gap yo'q dedim. Agar men rost kerak emas bo'lsa, men ketaman komandadan dedim. Keyin bir nimalar bo'lib, shu taqdir taqozosi bilan Nefchiga keldik. Shunaqa gaplar uje oldin ham bir eshitdim, ishonmadim bu narsaga. Keyin agar komanda chiqqan bo'lsa, ketaversin degan gapni eshitdim. Uje men ham keyin uje xohlasam ham uje ichimdagi narsa so'ni bo'ldi keyin. Biroz bo'ldi, gap yo'q dedim, keyin ketib oldim. Navbahorga. Murabbiyda o'zi bilan gaplashdingizmi? Yo'q, gaplashganim yo'q undan keyin. O'sha Lushanni boshqa futbolchilar bilan ham konfliktlar bormidi yo faqat siz bilan Jiyanov bilanmidi? Yo'q, endi boshqalarni bilmadim. Jiyanov bilan qanaqa bilmadim. Oxirgi o'yin shu Paxtakor bilan o'yin shunaqa bo'ldi, chunki o'sha ko'p ayblovni bizga qo'yib qo'ydi, shu ikkalamizga. Keyin boshqalarni bilmadim. Boshqalar bilan qanaqa muomalada bo'lardi. Mana shu gapdan keyin uje вообще miya uje qizib ketdi menda ham, uje o'zim ham javob bera olmaslikni boshladim. Nima bo'lsa bo'ldi dedim, keyin komandani o'zgartirishga to'g'ri keldi. Bizni bilishimiz bo'yicha Navbahorda moliyaviy muammolar bo'ldi mavsum bu qismida. O'sha paytda ham bormidi bunaqa muammolar? Moliyaviy muammolar? Siz moliyaviy muammo unchalik yo'q edi. Endi любой komandada muammo bor-ku, har doim ham aytilgan payt bo'lmaydi. Yaxshi edi. Men bor paytim Navbahorda yaxshi edi, chunki Otabek juda yaxshi qarardi Navbahorga. Chunki misol har o'yinni oldin ham kelardi. Hozir mana Otabekning o'rniga birontasi bo'lsa misol, menimcha Otabekda boshqara olmaydi, chunki o'yindan bir kun oldin ham bazaga kelib biz bilan gaplashib ketardi. Qanaqasanlar, yaxshimisanlar deb. Futbolni rosa yaxshi ko'rardi. Biz bilan yurardi polni. Hozir kim keladi uning o'rniga, balki o'zi qaytar. Bilmadim, lekin Otabekda boshqara olmaydi boshqa. O'zi shu moliyaviy muammolar futbolchiga, futbol o'ynashiga yoki bo'lmasam yaxshi natijalar ko'rsatishiga qanchalik ta'sir qilishi mumkin? Ta'sir qiladi. Baribir xohlasa, xohlamasa, ochiqchasiga aytish kerak, любой sportda, не только futbol, boshqa sportlarda ham baribir pul uchun o'ynashadi. Baribir oila boqish kerak. Agar baribir oila bermasa, endi bola baribir 100% chiqib o'yna olmaydi. Baribir shunki biladi, baribir pul yo'g'i baribir nima qilamiz chiqib o'ynab deganda baribir fikr o'tadi-da xayolidan. Shunaqa baribir pul baribir futbol ichida ham rol o'ynaydi, katta rol o'ynaydi. Не только futbol, sport ichida. Navbahorda sizni qo'yib yuborish haqida shartnomangiz bo'la turib, qanaqa qilib shartnomasi bor futbolchini qaysi mana tekinga qo'yib yubordimi Navbahor yo qanaqadir pul o'tkazib berdimi Nefchi, shartnoma bekor bo'ldimi shu haqida aytib bersangiz? Yo'q, unisini men aniqini bilmayman, chunki mana shu juda tez bo'lib ketdi-da, hamma mana shu 4 kun, 5 kun ichida hal bo'lib ketdi. Nimadirlar bo'lib, o'sha men agentlarim o'rtaga tushdi. Shu Otabekka aralashdi. Nimadirlar bo'ldi, shu taqdir taqozosi bilan Nefchiga keldi. O'sha Navbahorda tark etganingizdan keyin sizga namanganlik muxlislar tomonidan juda katta heyt keldi baribir. Chunki siz ularning eng yoqimtoy futbolchisi edingiz. Heytlarni qanaqa qabul qildingiz o'sha payt? To'g'ri aytdingiz, juda ko'p. Instagramda har kuni juda ko'p yozishdi. Endi ular
nima bo'layapti deganini bilmardim. Chunki o'rtada nima ular hammasi bitta narsani tushunda, bu pulga ketib qoldi deb tushundi. Bu umuman noto'g'ri narsa. U ichkarida meni karyeram turadi o'rtada. O'rtada meni karyeram bor edi. Agar hozir o'sha payt qolganimda o'ynamashim 50 kellik bo'lardi. 1000 zo'r o'ynasam ham qo'yishlik уже 50 kellik edi. Chunki o'rtada sal kelishmovchilik bo'lib qoldi men bilan trener o'rtasida. Endi ko'pchilik meni vashina noto'g'ri tushunda, men ularda misol yomon gaplariga men umuman e'tibor ham berganim yo'q bu narsaga. Chunki biz oilada hamma sportsmen, ayam o'zi to'g'ri tushuntirdi, dadam ham sportsmen. To'g'ri tushuntirganligi uchun men вообще e'tibor ham bermadim. No, ularni ham to'g'ri tushunish kerak, chunki Navbahorda ashaddiy fanatlar bu misol ketib qolsa, любой endi ana yomon gap gapiradi. No, ular meni noto'g'ri tushundilar. O'rtada meni karyeram ham turadi. Chunki agar qolsam, уже 50 kellik edi meni o'ynashim. Pul uchun ketdi deyilgan narsalar kimdir tomonidan sizdirilganga o'xshamadimi o'sha payt? Bilmayman, men u darsh o'ylab ham o'tirganim yo'q u narsani. Men shu boraman, Nefchiga o'tsam ham borib o'ynayman dedim. Bu juda ko'p yozishdi, no bilmay yozishdi ko'p. Почти ko'pchilik. No, yaxshi yozganlar ham bo'ldi. O'sha Navbahorning muxlislari normal yozganlar ham bo'ldi. No, ko'pchilik o'sha yomon tarafdan o'ylab yozishdi. No, lekin ular bilmardi nima uchun ketganimni. O'sha payt aytiladigan narsa emas edi.